Assalomu alaykum do'stlar, yaxshimisizlar? Biz yangi maka silosimizni ochdik. Bunga bo'lsa 21 kun, 3 hafta bo'ldi maka silosni bosganimizga. Endi majburmiz hayvonlarga maka silos berishga, sababi maka silosimiz tugagan. Yaylovlar sovuq tushyapti, endi mollarni olib kirishimiz kerak daladan. Xo'p, o'zi aslida maka silosni qancha on bersa bo'ladi? Mana yangi maka silos, endigina 3 hafta bo'lgan. Endi mayli ochmadim, hozir ishlatib turib olib qo'ydik. Qizish yuzaga keladi. Bu hali ham tayyor bo'lish jarayonida. Mana bu donlari ham yana ham bir-biriga singib, maydalab ezilishi oson bo'lishi kerak edi. Hozir agar buni beradigan bo'lsak, endi beryapmiz majbur. Endi bu yaxshi hazm bo'lmaydi. Ya'ni molni axlatdan chiqib ketishi ehtimoli ko'p. Shuning uchun ratsionni sal energiya miqdorini oshirasizlar agar yangi maka silos beryapsizlar. Endi bu axlatini ham ko'rsataman, qay holatda hazm bo'layotganini. Eng ma'qul maka silos o'zi aslida 3 oyda tayyor bo'ladi. Lekin aytishadi 4 hafta, 8 haftada bemalol maka silosdan foydalansanglar bo'ladi, lekin eng ideali 3 oy. Hamma yo'g'i tugallangan hisoblanadi. Shuning uchun endi ilojsiz agar maka silos qolmasa, yangi silosdan shuni berasiz, lekin energiya miqdorini sal ko'tarasizlar. Sababi bunda hazm bo'lmaydi. Mana bu donlar mana hali tayyor bo'lmaganda, konservalanmagan hali. Shuning uchun bunda umuman 100% hazm bo'lmaydi oshqozonda. U yangi maka silosga hech qanaqangi molga zarar ziyoni yo'q. Prosta hazm bo'lishida jicha energiya yo'qotasiz, lekin qolgan